What's up? Hammaga assalomu alaykum. Yana sizlar va Zikujon. Bugungi videoda yana Vanblog o'ynaymiz. Do'stlar, kim bilmasa o'tgangi qismni ko'rgan bo'lsa ko'rdi. Endi bu qismni o'ynaymiz. Qani bo'lmasam ketdim. Tinchmisizlar, omonmisizlar do'stlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Zo'rmi? Hammalaring bo'ladimi? Faqat Oroljon katta qolaydi do'stlar. Do'stlar, omonmisizlar? Zo'rmi? Mana biz katta rasm oldik. Katta rasm bo'lganimizda ko'rsat. Mana do'stlar qoldik. Endi bu qismini qilamiz. Ketdim o'yindan. Endi bu qismini qilamiz. Mana do'stlar qoldik mana. Endi kavlaymiz. Birinchi bir sandiqqa narsalarimizni solaylik. Ko'payib ketdi haddan ziyod. Ko'payib ketganlik sababi esa shunaqa qiladi. Endi bo'lmasam ketdim. 5 daqiqa kiramiz. Nimadirlar qilamiz. Mana 3 ta sut, 2 ta shakar, 1 ta tuxum, 3 ta somon. Bari yo'qoldingizda mana buni yasaymiz. Lekin bu nimaligini ham o'zimiz bilmaymiz. Do'stlar, sizlardan bitta narsani so'rayman. Mana bu narsa nima? Mana bu narsa nima? Hozir ko'rsataman sizlarga do'stlar. Mana bu narsa nima do'stlar? Nima bu? Kommentariyada yozib ketinglar. Kommentariyada yozib ketinglar do'stlar. Bittami? Qani bo'lsam qoldiramiz biz. Kommentariyada yozishdan chiqmasin. Do'stlar, qoldiramiz. 653 ta olapti videoni. Atayin sizlar uchun vaqtli chiqsin deb. O'cha. Anesa. Yaxshi. Subotding. Yiqilma haromi. Qoldiramiz. Yer chiqdi. Lay chiqdi. Qoldi bitta. Do'stlar, nechinchi versiyada o'ynayapsizlar? Kommentariyada yozib ketinglar do'stlar. Kommentariyada yozib ketinglar. Komment bo'lmayman. Bilasizlarmi, Vanblogda eng ko'p chiqadigan narsa bu, ya'ni qo'yamiz. Eng ko'p chiqadigan narsa bu, ya'ni oto'chi. Shundaymi do'stlar? Molimiz qaysi bo'zoqda bu? Do'stlar,
iyi kallaga kelganini qarang. Kallaga kelganini qarang do'stlar. Короче, biz Van Blog o'ynayapmizmi? Keyingi videoda. Mayli. Lucky Blog o'ynaymiz. Undan keyin Sky Blog o'ynaymiz. Undan keyin Hardcore o'ynaymiz. Undan keyin Endcraft'ni yo'q qilishni o'ynaymiz. Dahoya narsa aytdim, lekin birontasini ham tushunganim yo'q do'stlar. Sizlarni tushunmaganlaringizni kommentda yozinglar. Sizlarga bitta kanalni tavsiya qilaymi? Zikojon pasti chiziqcha EZK. Ha, to'g'ri tushundilaring. Bu meni ikkinchi kanalim. O'tib obuna bo'lib qolsalaring xursand bo'lardim men sizlardan do'stlar. Xursand bo'lardim do'stlar. Qani bo'lmasam qoziymiz. 1, 2, 3, 4, 5. Kim aytdi 3ni? Obunachilar aytdi 3ni. Namcha ko'p like beradi bular. Itu sih. Yopong. Baba. To'qinda mol yo'q-ku. Men masjidni suv qilaman. Sizga o'rgalaman. Do'stlar, 7 minut 15 sekund bo'ldi. Vachach! Deyman. Do'stlar, atigi 67 tagina obunachimiz bor. 33 ta obunadan keyin jonli stream boshlanadi. Iltimos shunday o'tib obuna qo'yinglar. Ikkinchi kanalning o'zi 20 ta obunachi bo'ldi. Bu juda ham aktiv ekan. Men do'stlarimga va'da beraman. Yangi yilgacha 1K bo'lamiz deb. Do'stlar, iltimos 1K bo'laylik. Men bitta YouTube'dan ko'p qoldim. Bir oyning ichida 1 millionta bo'ldi. Biz shunchalik botmizmi? Botmizmi do'stlar? Botmizmi? Mana norasitalar uchun ham like bosinglar. Hammaga rahmat do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.